Yaqinda qo'ygan videomga bitta qiz takoy men Simira. Nima doim tovuq go'shtidan ovqat qilasiz? Nimaga faqat tovuq go'shti yeysiz deb yozibdilar. Buni javobi rosa qiyin-ku. Men bor uzr ancha o'ylab keyin javob beryapman. Shu menimcha bizga tovuq go'shti umuman yoqmasa kerak. Yoqmagani uchun ham faqat tovuq go'shti ishlatsa kerak. Lekin profilimga bitta kirib bilsangiz bo'ladi. Biz baqlajon ham yeb turamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qovurishga qovurib olib, tovani turgan joyida qoldirib ketmasdan Bavi super очистительni solib uvitib qo'yamiz. Katta variantini olishga sharoitim yo'q deganlar uchun xuddi shunaqa 60 grammlik kichkina varianti ham bor. Yaxshilab uvilgan tovani gubkani qattiq tomoni bilan yaxshilab ishqalaymiz. Qarabsizki, chinnidek bo'ladi, qoladi. Nimaga tovingiz o'zgarib qoldi demasingizdan oldin o'zim aytaman. Birinchi tovani faqat video otganimda ishlataman, chiroyli ko'rinishi uchun. Video bo'lganimdan keyin 100 yil yashasa ham o'lmaydigan o'zimni qoravoy tovimda qovuraman. Bu baqlajonlarni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. O'zi ham juda ham mazali bo'ladi. Jannatim kenaylarimdan o'rganganman. Tvorojniy sir tayyor souslar olishingiz umuman shart emas. Oddiygina mayonezga ukrop bilan chesnokni maydalab solib sursangiz shunaqa mazali bo'ladi. Like bosib saqlab olib, menga obuna bo'lsangiz, mendan baxtli odam bo'lmaydi.